Qaysi birini o'ynayvering? Hammasimi? Hammasi qimmat bo'ladi-da. Pulgami? Qarsakka. Ya, hammasi qimmat bo'ladi deganiga men pulgami ekan deb o'tiribman. Qarsakka o'ynaysizmi? Shu qarsak yetadimi? Yo'q, qarsak yo'q, shalabchilik. Qarsak shalabchilik ekan. Agar qiyiqiraga mana qarsak bo'lsa, qani ketdi. Ya sho'g'iga olib it o'ynang, qani. Ketdilar. Hali TikTok'da resimda bo'lgan bitta qo'shiq bor edi. Sal og'irrog'ini, Berdana deb aytganda yangisi bor. Ashunga bitta o'ynasin. Birgalikda ko'rib boramiz. Marhamat, kattaga bo'lsa, qara. O'yinni qarang o'yinda. Ya bu yondiradi bu. Ha. Yo'q, qara, bolalarga qarab. Aha. Haydi senin ağzına kurban. Gözlerine olmuşam İran. Oğlan sana olmuşam İran. Ben olarım derdine derman. Hadi şokunu koy bir, şokunu oynasın. Birgalikda qani kiyatiga olmasa. Ha. O'yinda qarang o'yinda. Chan. Voy. Yüzleri oppoq, ko'zlari chaqmoq, yurakdan uradi. Ray tay. Ya qarsi bilan birgalikda. Qani katta. Voy, yana ketdim ya. Bu Xudo tarafdan bo'lsa kerak. O'zi ham yomon chiqib keldi. Qo'lda olma qanti birinchi ko'rsatdi Afruzaga. Ne ko'rsatir keyin pulni qilib beryapti. Pulni berib ham Afruzaga qarab chiqib ketyapti. Bu yoqqa o'g'lim. O doda. Kel baqa, bu yoqqa. Kel, yugur meni oldimga. Kel, bu voy zo'rg'a turgan ekan bu ham. Kel deysiz ana. Assalomu alaykum. Ya bo'laveradi. Otingiz nima? Shahriyor. Shahriyormi? Shahriyor nechiga kirdingiz? 10ga. Voy malades. Voy malades. Ha, 10ga kiribdi u. Bu katta ekan bu g'alati bo'lib qoldi hozir. Mayl xijolat qilmang endi. Hech narsa qilmaydi. Yosh bola hozir uyaladi. Katta bo'lganda uyasi o'paladi. Hech narsa qilmaydi. Qarsi chalib turamiz. Sani ketiyosan. Rasa moda bo'lyapti. Haligi to'ylarda endi mana adam bittasi kelyapti videoga olgan. Ha mayli indama olur ki bolam, olur ki. Yaqinroqdan ol, kel doda ki, olur. Avruza o'yinga chiqsa bolalar yurib qoladi atrofdan. Mana olur, yaqinroq ki, yoniga kelib, yo'q, o'rtaga chaqiryapti. Ha, qayerda o'ynasin? Ha, qayerda o'ynasin, ha? Hozirgi yoshlarni ko'ryapsiz, otasi turibdi ham demaydi, to'xta qarang. Chaqiryapti, qayerda o'ynasin deydi, ha? Men o'ynab bersam-chi? Kim oynasın? Ben oynayabilirim. Kim oynasın? Ha? Çok güzel oynasın. Yaktı mı? Ha. Yok. Hafıza çok şey oynasın diye. Ben oynayabilirim desem yok dedim. O şey oynasın diye. O böyle. Hazır oynayabilirim. Kim oynayıp da oynayabilirim? Tam urtuşamazsın bana bu. Ha? Katta oynaysan? Katta? Var mıyım ben? Ha, bitta oynayman deyapti.
Maylimi? Sen o'ynaversinmi? Yaqinlashtirib olaverasan, ha? Yakki qirig'i bilan qarsak bo'lsa, hali bugün yakka. Ha, mana bo'lib. Amindo ovozi bilan qiyqirig'i bilan qara. Rahmat, videoga oladigan men nafasiga olyapman. Mana rasmga olib qo'ygan. Ana, bo'ldimi? Bo'ldimi? Yo, boshi yomon bo'lsa, va odam meni katta bo'lsa, kechqurunga kirganda sekin rasmga qarab yotsa kerak edi. Bola shuna bo'ladi. Texnika rivojlangan, mustaqilda bolalari. Sizlar uchun tomosha bo'lyapti. Qarsib o'tirsan, ha? Iya, ana. Ye, gap yo'q. Voy, молодец, qarsib bo'lsin. Rahmat. Shunday pul uzatdi menga. Men menga berami ekan deb, men ham qo'limni shuni uzatsam, "May" dedi. Buni bilan o'g'lim seni puling tavaring olib qo'yaman men buni. Bo'ptimi? Ertaga dadangga aytgan kelinga osh olib chiqamiz degan. Bo'ptimi? Osh olib chiqib bitta qarsib bo'lsin, qani ketdi. Rahmat. Voy, voy. Shuncha kuyov ekanlar bor ekan. Qiyqirig'i bilan, ovozi bilan qarsib yo'qmi? Rahmat. Shu kunlarda yuragim boshqacha uryapti. Ko'zlarim seni ko'rgisi kelyapti. Mani ketdiga bo'lsa. O'yinda qarang, o'yinda. Shu kunlarda yuragim boshqacha uryapti. Ko'zlarim seni ko'rgisi kelyapti. Yashasin. Xuddi yetishmagandek havo. Qanday qarab, qara. Diydoringga sog'im beryapti. Osmoni asabim o'zgina chekdi. Ana bo'lsa. Yo'lingda bir pas yurgim kelyapti. Seni borliging bo'lsa banda bor. Sog'indim urmasdan kela qol. Guljohonga bitta o'ynang, odamlar bir ko'rsa, voh, Muhammad Ziyoni qo'shig'iga o'ynaydi. Qani ketdik bo'lmasa, ha? Bu o'yinning ishlarsi emas, buni tomoshani qarang, kaftimda qo'g'irchoq holatda tomosha ko'rsatib beradi. Qo'g'irchoq tayyormi? Tayyorman-da. O'ynab berasizmi, ha? O'ynab beraman-da. G'afurzaxon, Labbay dadajon. nima bilan o'ynaysiz qizim? Qarsak yo'q. Qarsak yo'q ekan. Bitta qarsak bo'lsa, qani ketdik bo'lmasa. Ha! Oynamak
oshib bor. Olib chiqing ko'rpachani. Har qanday olib chiqasizlar endi. Otaman dog' tepasiga. 4 metr, 5 metr balandlikka chiqadi. Vertolyotda parragini ko'rgansizlar, qani qaynanadi. Ana shuna qilib aylantirib otaman tepaga. O, lampochkadan tepaga chiqsa, bitta qarsa ichalasiz. Ketdi bo'lam. Yo'q, qani, hoy. Hoy. Mana o'tila. Qani mardonlar, o'tila akramaga. Qani. Yigitlar chiroy bo'lib turadi. Alloh chiroy bo'lib turadi. Tepaga otaman desam, ko'zini mahkam yumyapti. Otaveraymi? Yo'q, ha? Nima deysizlar? Otaveray? Tog'dan so'rab ko'ring. Ha, bola, otaveraymi? Ha, yo'qni qolsin, ha? Mana degilar yo'lsa to'rda turgan bolalar, ha, oting, ha, cho'ppaga. Ha, aylantirib otib, ha, undan ko'ra, tepaga otang degandan ko'ra, aylantirib yerga bir urib qo'ydi, ha, deydi. Ya qarsak bo'lsin, voy, qarsak qara. Bolani otib bo'lamiz tepaga. To'g'rimi? Bu reklama bu. Agar men buni tepaga olsam, Uyga borganda opoqim sizni tepaga o'tadi. mana. Uyga borganda opoqisi meni tepaga o'tadi. Qur'ondan sura o'rgangan. Eshtinglarchi, sizlarga ma'qul tushaman ekan. Keyin hali bir onamiz kelishdilar. Yaqinda yangi kelin olishgan ekan. Qallamalarni olib kelishdi. Yana bir chevar bor ekan. Afruzaga chiroyli formalar olib kelib berishdi, materiallar olib kelib berishdi. Bir duo qilib qo'ysan, mana shu kichkina qizchani havas qildim, men YouTube'da ko'rgandim bu qizlarni. O'zi keldi. Niyat qilib yurardim deb. Mana shu qizingizga o'xshagan shirin qizlarni bersin deb bir duo qilib qo'ysinlar deyishdilar. Ana shularga ham duo qiling, tushundingizmi? Tushundim. O'zim bilaman. Allohim Tanday canım, mehmanım, Allah deganimda yo'qdir mening armonim. Asla alalarga o'tirgin, obzavzar suvlarda ichirgin. Rahim qilgin Xudoyim, gunohlarim kechirgin. Allohu ahad, Allohu samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahumma makfini bihalalika an haramika va amnini fazlika amma sirak. Amin. Mas'ulga opalarimga, akalarimga, menga o'zgarsin, qizarsin. Dadamga o'zgan palvon o'g'illarni Allohim besnomin. Allohu akbar. Ana endi havas qilgan bitta qarsak chalsin endi. 4 yoshda. 4dan 5ga qarab ketyapti. Yurtingizga, shahringizga mehmonmiz. O'zi kelgan mehmon Oltay Xudo deydi. Mani farzandim sizlarda ko'nglingizni joy egallabdi. O'yinni ko'rib yuzini teskari qarab ketmasa kerak. Agar Allohdan umidingiz bo'lsa, yuzingizni teskari qarab ketmang. Bir qo'lingizni ochib amin deng. Qo'lini ochib amin deganda Xudovandim ikki dunyosini aziz qilib qo'ysin ilohi amin. Ko'tarmizgan. اللهم اكفني بحلالك عن حرامك واغنني بفضلك عن معصيتك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة
وقنا عذاب النار سبحان ربك رب العزة عما يصفون والسلام على المرسلين والحمد لله bor parvardigor ilohi amin. Amin degan inson ikki dunyo sahodatiga ega bo'lsin. Amin deng, amin deb kulmang. Amin deb yurmang, duo qilayotganda gaplashmang. Fataha muhur parvardigor dedi. 1 minut vaqtingizni olaman. 1 minutga duo qiling. Qo'qondan keldim. Sizni ota-onangizni duo qilish uchun. Kessa-kessangizda 5 ming so'm, 10 ming so'm pulingiz ketyapti-yu. Tanamizda turgan jonimiz ketmasin deb bir duo qilaylik. Tanamizga sihat salomat, mana shu amin. Umrimizga, rizqimizga barakot, mana shu amin. Dasturxonimiz to'kin sochinlik, mana shu amin. Duo qilaylik. Yo Rabbim Alloh, ota-ona shunday ulug' ne'mat bo'lar ekan. 36 oy haftada 9 oy qornida muzdek uyquni bedor aylab, sovuq beshikni quchoqlab, qizil qondan oq sutni ajratib, og'zimizga tutqazgan kim o'sha ona? Ko'zi nuri gavharni bergan kim o'sha ona? Ota-ona boshimizga qo'ngan qo'shuvlar ertaga bir retib uchib ketadi, qaydan topasiz? Bitta mahallani uchastkoyi, yo bitta mahallani raisi, yo bitta tashkilotning rahbari pensiyaga chiqsa, o'rniga boshqasi kelib o'tiradi. Noto'g'ri bo'lsa aytinglar, to'g'rimi? Bitta rahbar ishdan bo'shasa yo pensiyaga chiqsa, o'rniga boshqasi kelib o'tirib, o'sha rahbarlikni davom etkazib ketadi. Mashinamiz eskirsa, yangi mashina olamiz. Toflimiz yirtilsa, krasovkamiz yirtilsa, bozorga chiqib yangisini olamiz. Gaplashayotgan telefonimizni shodi tugab qolsa, paynetdan olib, shodiga pul tashiymiz. Agar telefonimizda kilik bo'lsa, kilik orqali o'tkazamiz, yo plastikdan borib terminalga yetkazib olamiz. Endi menga aytinglar-chi, siz bilan meni dadam olamdan o'tsa, plastikni olib qabristonga bora olamizmi? Terminal yo'q bu yerda tiriltirib ber degani. Onamiz olamdan o'tsa, Namanganni kezib aylanib chiqing. Dunyoni kezib aylanib chiqing. Onangizni topa olasizmi? Begona inson bera oladimi? Siz bergan ota-ona bergan mehrni. Begona ayolni ona deya olasizmi? Begona dadani dada deya olasizmi? Deya olmaymiz. Ular boshqacha bo'ladi. Ular boshqacha mehr beradi. Bolam yesin, farzandim iymonatli bo'lsin, farzandim uchastkali bo'lsin, farzandim mashinali bo'lsin deb yuziga ajin tushdi, qo'liga titroq tushdi, qadah tushdi, sochi oqardi, soqoliga oq tushdi. Qarang uyga borganda og'zidan tishi qolmasdan kamshayib qoldi-ku. Kuchi yetmay qoldi endi u bechoramizga. Endi so'zi o'tmay qoldimi? Gapim yuragingizga og'ir botmasin. Agar hayot bo'lsa, bugun dadangiz hayot bo'lsa, bugun borib ayting, aytolmagan so'zingizni, yuragingizdagi qalbingizning nurini, gavharini ayting. Nima uchun ayta olmaymiz? Yaxshi ko'rgan qizimizga aytayapmiz-ku. Yaxshi ko'rgan ayolimizga aytayapmiz-ku. Men seni yaxshi ko'raman deb. Nima uchun dadamizga aytmaymiz shu so'zni? Onajon, men sizni jonimdan ortiq yaxshi ko'raman degan so'zni ayta olmaysizmi? Qancha insonlar chekka davlatlarda yuribdi. Bola chaqani boqarmikinman deb o'sha yerga borsam, qizim katta bo'ldi, o'g'lim bo'yiga yetdi, uylantiraman, qizimni chiqaraman, yaxshi joyda